Kesareva bilan tuqqan ayollarga 21 million so'mlik moddiy yordam beriladimi? Hurmatli tinglovchilar, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan har qanday xabarlarga ishonmanglar. O'zim ham qiziqish uchun YouTube ga kirib shu videoni ko'rdim. 1 milliondan ortiq ko'rilgan ekan. 1,5 mingdan ortiq like bosilgan. Demak, bunaqa asossiz xabarlarga ishonmanglar. Mana bizni videolarni kuzatib boringlar. Biz har bitta narsani demak huquqiy asosi bilan berib boryapmiz. Ya'ni qonunchilikda Kesareva bilan, ya'ni kesarcha bilan tuqqan ayollarga moddiy yordam berilsin degan qonunchilikda yo'q. Bu tashkilotning o'zini ichki hujjatlari, jamoa shartnomasi yoki boshqa ichki hujjatlarda qandaydir moddiy yordam nazarda tutilishi mumkin. Lekin qonunchilik kesarcha bilan tuqqan ayollarga 21 million so'm moddiy yordam bergin degan narsani nazarda tutmagan. Faqat mana Mehnat kodeksining 404-moddasi bor. Ayol kishi kesarcha bilan tug'sa, ya'ni tug'ruq og'ir kechsa, mana ko'p qon yo'qotilishi mumkin yoki 2 yoki undan ortiq farzand tug'ilsa, demak 140 kun homiladorlik tug'ruq ta'tiliga chiqadi. O'zi umumiy holatda mana ayollarga tug'ruqgacha 70 kalendar kun, tug'ruqdan so'ng 56 kalendar kunga homiladorlik tug'ruq ta'tili beriladi. Agar kesarcha bilan tug'iladigan bo'lsa, demak bu holatda yana o'sha 126 ga 14 kun qo'shib beriladi. 140 kunga homiladorlik tug'ruq ta'tili beriladi. Mana shu kafolat bor. Bizni kuzatishda davom etinglar.